Navbatdagi inkubatorimiz Toshkentga chiqib ketyapti. 2000 talik inkubatorimiz. Jihozlari to'g'ri bo'ldi. Yana bitta yangiligimiz bor. Bitta ko'rsatamiz. Inkubatorimizni o'chiryapmiz. Narigi inkubatorimizni o'chirganmiz mana. O'sha yub taraf qo'yib qo'ydik. Shu inkubatorda turardi. 3708 ga 60 qo'yib qo'yganmiz. Hech qanaqa ishni almashtirmaymiz. Usluga ishlaymiz. Kunda tuxum keladi. Tuxum keladi, tuxumni qo'yamiz kuniga. Kuni yetganini mana vodnoyimizga olib chiqib qo'yamiz. Xo'p. 3% ochyapti. Hozir shuni aniqlaymiz. Nechta tuxum edi bu? 30 ta. Chaqinchi yashitda urug'langanmi, urug'lanmaganmi? 8 tasi. Ha, tros ishlamaydi. Bilamiz. Namligi o'sha mana 35, 40. Shunaqa issiqda bilasiz, namligini ushalmaydi. Muzday havo bo'lsa keyin ushlaydi. Mana ko'rib turganingizdek urug'lanmagan, ichida jo'jasi yo'q. Xo'p, bitta bor ekan. Hozircha 99%, 98% ekan. Ikkitada bor ekan-a? 98% yana ochyapti. O'tgan safar ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ikkinchi marta video qo'yapman kelar. Mana bu jaydari to'g'larni bilsalaring o'zi qoni shunaqa buzilib ketaveradi. Ag'dan-bag'dan to'q qo'shilib, qoni buzilganligi hisobidan zo'r ochaveradi. Zotor to'g'larga bilasizlar, uni buni qo'shmaysizlar, o'zidan zot olaman deysizlar, shuning uchun 50% ochadi uni. Shu yerga ham e'tibor beringlar. Albatta e'tibor beringlar. Xbox kompaniyasining inkubatorlari mana 99% natija bilan chiqib ketyapti. Juda ko'p odamlardan rahmat eshitamiz. Albatta gogida negativchilar ham bor, so'ksham eshitib turamiz. Har bitta odam xato qiladi, xato qilmagan yo'q. Tanlov o'zingizda mana tanlayverasiz.